Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan homiladorlik vaqtida homilaga zarar yetkazadigan 5 ta mahsulot haqida gaplashamiz. Homiladorlik vaqtida homilador ayol albatta yeyotgan mahsulotlariga, ovqatlariga e'tiborli bo'lishi kerak, chunki har bitta yegan mahsulotlari to'g'ridan-to'g'ri bolaga, ya'ni homilaga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun bu mahsulotlarni imkon qadar homiladorlar kamroq iste'mol qilishini maslahat beramiz. Chunki nafaqat homiladorlar, balki boshqa insonlar ham me'yoridan ortiq bu mahsulotlarni iste'mol qilishi natijasida organizmga turli zarar yetkazishi mumkin. Homiladorlarga eng xavfli mahsulotlardan biri bu go'sht mahsulotlari. Yaxshi pishmagan go'sht mahsulotlari, bularga chala pishgan steyk, baliq, buning tarkibida toksoplazmoz va turli yuqumli bakteriyalar bor. Ikkinchi mahsulotimiz pasterizatsiyalanmagan sut va sut mahsulotlari. Tabiiy sut foydali, lekin ko'chadagi, bozordagi shubhali sut va sut mahsulotlari tarkibida listeriya va turli xil bakteriyalar bo'lishi mumkin. Albatta, homiladorlarimiz sut mahsulotlari iste'mol qilishdan avval qaynatilgan bo'lishi shart va sanitariya nazoratidan o'tgan bo'lishi kerak. Uchinchi mahsulotimiz bu fast food mahsulotlari, hot-dog, burger, gamburgerlar. Bular go'shti qayta ishlangan va ortiqcha tuz va trans yog'lardan tayyorlanadi. Bu mahsulotlar qon bosimini oshiradi, shishni kuchaytiradi va metabolizmni buzadi va eng xavflisi homilani qon aylanishiga, kislorod kelishiga jiddiy ziyon keltiradi. Eng xavflisi homiladorga kerak bo'lgan kislorod olib kelishini buzadi va homilaga jiddiy ziyon yetkazishi ham mumkin. To'rtinchi mahsulotimiz bu kofe. Ortiqcha kofein moddasi yurak urishini tezlashtiradi, qon tomirni toraytiradi va homilaga kelayotgan kislorod miqdorini kamaytirishi mumkin. Kunlik dozani ko'paytirmasligingizni maslahat beramiz. Beshinchi mahsulotimiz bu kolbasa va dudlangan go'shtlar. Bu mahsulotlar tarkibida juda ko'plab qayta ishlangan go'sht, nitritlar va har xil konservantlar mavjud. Shuni hisobiga biz homiladorlarga ko'p iste'mol qilishni tavsiya etmaymiz. Sababi bu mahsulotlar jigarni zo'riqtiradi, toksik kuchini oshiradi va hattoki ko'p iste'mol qilish natijasida homilaga jiddiy ziyon yetishi ham mumkin. Bolaning yaxshi rivojlanishi uchun homilador ayol kerakli va foydali mahsulotlar iste'mol qilishi va vaqtida tekshiruvdan o'tib turishlari kerak. Agar sizda homiladorlik bo'yicha savol va muammolaringiz bo'lsa, pastdagi raqamlarga bog'laning va biz sizlarga yordam beramiz.